8. bob. Hazreti Aysa tog'dan tushganda, top kishilar uningga agishib mangdi. Mahov kesli giribtor bo'lgan bir kishi Hazreti Aysoning oldiga kelib, tizlinib, "Taqsir, agar xohlasangiz, meni keslimdan saqaytib pok qilg'aysiz", dedi. Hazreti Ayso uningga qo'lini takkizib turib, "Xohlayman, pok bo'g'in", dedi. Bu odamning badinidagi mahov kesli shu an saqaydi. Hazreti Ayso uningga, "Hozir bu ishni hech kimga tinma, lekin uddul markaziy ibodatxonaga berib, ruhoniyga o'zingning saqayganligini ko'rsat. Ondan buni boshqalarga isbotlash uchun Musa payg'ambarning amri bo'yicha mahov kesildan saqayganlar qilishga tegishli qurbonlikni qil", dedi. Hazreti Ayso Kapernaum shahriga borganda, Rimlik 105 uning oldiga kelib, shafoat tilab, "Taqsir, chokirim polash bo'lib qoldi. Nihoyatda azob ichida uyda yotidi", dedi. "Men berib, uni saqaytib beray", dedi Hazreti Ayso. 105. "Taqsir, uyimga kelishingizga arzimayman. Faqat bir og'iz so'z qilib qo'ysangiz, chokirim saqayib ketidi. Meningmi ustimda boshlig'im, qo'l ostimda lashkarlarim bor. Birga bor desam boridi, birga kel desam kelidi. Chokirimga bu ishni qil desam, u shu ishni qiladi", dedi. Bu gaplarni anglab, hayron bo'lgan Hazreti Ayso billi kelganlarga, "Bilib qo'yinglarki, bundaq ishonchni Isroillar ichida uchratmagan edim. Sizlarga shuni aytayki, Mashriq va Mag'ribdan nurg'un Yahudi emaslar kelib, Arishning podshohligida ajdodlarimiz Ibrohim, Ishoq va Yaqublar bilan bir dasturxonda o'tirdi. Lekin Arishning podshohligining mirosxo'rlari bo'lgan nurg'un Yahudiylar tashqirga, qorong'ulikqa haydilib, u yerda hasratda yig'lab, tishlarini g'uchurlatdi", dedi. Ondan 105ga, "Uyingga qayt, ishonginingdek bo'ladi", dedi. Yilqi chakorning kesili shu an sallamaza saqayib ketdi. Hazreti Ayso Petrusning uyiga borganda, Petrusning qiynonisining qizitmasi o'rlab, o'rin tutib yetib qolgan edi. Hazreti Ayso uning qo'lini tutishi bilanla qizitmasi yenib ketdi. U ayol darhol o'rnidan turib, Hazreti Aysoni kutishga boshladi. Qorong'i tushganda, kishilar jin chaplashgan nurg'un odamlarni Hazreti Aysoning oldiga elib kelishdi. Hazreti Ayso bir og'iz so'z bilanla ulardagi jinlarni qo'g'lavetdi va kasallarning hammasini saqaytdi. Buning bilan Yashaya payg'ambar orqali uqtirilgan og'riq islohlarimizni u ko'tirdi, kasallarimizni ustiga oldi degan so'z amalga oshirildi. Hazreti Ayso atrofiga olishib olgan kishilarni ko'rib, shogirdlarga ko'lning u qetiga o'tib ketishni buyurdi. Shu chog'da Tavrat ustozlaridan biri kelib uningga, "Ustozim, siz qayerga bormang, men sizga agishib boraman", dedi. Biroq Hazreti Ayso uningga, "Tulkining o'nkiri, qushning uvisi bor, biroq inson o'g'lining beshini qo'yg'idek yerimi yo'q", dedi. Yana bir shogirdi Hazreti Aysoga, "Ustoz, otam o'lib, uni yerlikka qo'yg'ich kutib, ondan sizga agishaychu", dedi. Hazreti Ayso uningga, "Menga agashkin, o'lganlarni ruhiy o'liklar o'zlari yerlikka qo'ysin", dedi. Hazreti Ayso kemiga tushdi. Shogirdlarimi tushib, birga mangdi. Ko'l ustida ushtum-tut qattiq bo'ron chiqib ketgachga, to'lqinlar kemidan halqib ketdi. Bu chog'da Hazreti Ayso uxlayotdi. Shogirdlar uni uyg'otib, "Ustoz, g'arq bo'lish oldida turimiz. Bizni qutuldiraysiz", dedi. "Nemanchi qo'qsizlar? Ishonchinglar nemi degan ojiz", dedi Hazreti Ayso va o'rnidan turib, bo'ron chopqin va to'lqinlarga buyruq qildi. Shuning bilan bo'ron va to'lqinlar butunlay tinchidi. Shogirdlar intayin hayron bo'lib, bir-biriga, "Bu zodi qandoq odamdu? Hatto bo'ron va to'lqinlarmi uning gapini anglaydigan-a?" deb ketishdi. Hazreti Ayso ko'lning u qetidagi Gadara degan joyga borganida, uningga jin chaplashgan 2 kishi yo'liqdi. Gör qilinadigan o'nkirlarni makon tutgan bu 2 kishi shuncha vahshiy ediki,
hech kim bu yerdan o'tishga jur'at qilolmaydi. Ular Hazreti Aysoni ko'rgan hamon, Xudoning o'g'li, ishimizga aralashma. Sen vaqt soati kelmasdilla, bizni qiynig'ili keldingmi? deb tovladi. Shu atrofda cho'ng bir to'p to'ng'iz podisi o'zlanib yuradi. Jinlar Hazreti Aysoga yolvorib, agar sen bizni haydab chiqarmoqchi bo'lsang, to'ng'iz podisiga kirgizvatgin, dedi. Hazreti Ayso, chiqinglar, devidi. Jinlar chiqib, to'ng'izlarning teniga kirib ketdi. Bütün to'ng'iz podisi patparoq bo'lib, yugurgan peti tikyodin tushib, ko'lga g'arq bo'ldi. To'ng'iz boquvchilar shaharga qechib kirib, bu ishning bosh oxirini va jin chaplashgan kishilarning kechirmishlarini xaloyiqqa taqatdi. Shuning bilan bütün shahardagilar Hazreti Ayso bilan ko'rishga chiqdi. Ular uni ko'rganda, uning bu yerdan chiqib ketishini talab qildi.